Rahmat xotin, ovqating zo'r chiqibdi. Haqiqatan mazali bo'lib keling, yana bir kosa olib keling. O'tiring kelin. Kelin ovora qilib nima qilasiz? O'zim olib kelaman. Uydagilaringiz baland gapirishyapti, qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, biz shunday baland gapiramiz. Ha, shunday. 40 yil sen bilan yashabman, har xil kunlarni ko'rdik-a xotin. Nimasini aytasiz? O'ylasam ko'zlarimga yosh keladi. Qornim og'riyapti. Turxoy. Adasi, bolani shunda uxlatib turing, mana ishlarimni qilib olay. Mayli. Alla bolam, alla yo, uxlaydigan palla yo. Dada, uxlolmayapman. Chiqib turing, o'zim uxlayman. Davay. Qo'shni, ertaga to'yib uylanyapman, o'tinglar. Tabriklayman. Baxtli bo'l. Rahmat. Kuyov navkarga mana shu qo'shnilarni aytishim kerak-da, baqirib zo'r fayz olib beradi-da. Bobo, biror narsa ichasizmi? Yaxshimisiz? Jam gapiryaptilar. Bir ko'kcha yop ket, tomoq qaqrab ketdi. Dadamga javob ket. Hay! Dada, maktabdan farqlilik olib keldi. Malades o'g'lim. Shunday xursand bo'ldim. Men sen bilan faxrlanaman. Doim shunday bo'l. Hay! Davay! Mana qancha umrim qoldi o'zim bilmayman. Sizlarga nasihat. Ayollar, hech qachon erlaringizga baland ovozda gapirmanglar. Kelin, men sizdan roziman. Siz eringizga hech qachon baland ovozda gapirmadingiz. Rahmat sizga dadajon. Qornim og'riyapti. Bor choptir